Zamondoshlarim, dunyo qil ustida turibdi. NATO davlatlari Ukrainaga qurol-yarog', pul berib, ikkita Slavyan xalqini bir-birini o'ldirishni tomosha qilishda davom etyapti. Yevrokomissiya Ukrainaga uchuvchisiz samolyotlar texnologiyasini rivojlantirish uchun 3,9 milliard dollar. Bir haftadan keyin Anqarada NATO davlatlari Ukrainaga deyarli 70 milliard dollar pul ajratishi niyati nima? Zamondoshlarim, bitta narsani yaxshilab anglab olaylik. NATOning niyati Ukraina qo'li bilan Rossiyani zaiflashtirish. Ularning boshqa niyati yo'q. Shu bilan birga bitta narsani ham yaxshilab bilib qo'yish kerakki, Rossiya oddiy qurol bilan NATO davlatlarini yenga olmaydi. Bu nimani anglatadi? Shu o'rinda Rossiyaning ichki radikal kuchlari maynavoshchilik endi bo'lar deb Putinni yadro qurol ishlatishga chaqiryapti. Putin aytgan, NATO tashkiloti bu gumanitar tashkilot emas, bu harbiy blok. O'z paytida NATO SSRga qarshi tuzilgan tashkilot edi. Bugungi kunda SSR yo'q, lekin NATO bor. Shuning uchun men harbiy blok NATOni o'z chegaramni oldida ko'rishni istamayman. Bu menga xavf tug'diradi va NATO blokini Rossiya chegaralariga yaqinlashishi bu bizlar uchun qizil chiziq degan. Va undan keyin nima bo'ldi? Ayrim g'arb va divanli ekspertlar diqqatiga. Bugungi kunda Rossiyani xohlaganingcha savala, Putinni xohlaganingcha provotsировать qil, uni hayotda siyosiy irodasi yetmaydi. Gadyanni knopkani bosishga degan trend olg'a surilyapti. Shunday fikrda yurganlar, sizlarni tominglar o'zi joydami? Kim sizlarga aytdi? 25 yildan beri Rossiya taxtida o'tirgan Putin bu lo'qdir. Putinni agar to'ppistor kelib qolsa, yadro qurol ishlatish yoki ishlatmasligini faqat yaratgan egan biladi. Lekin Putin nima bo'lganda ham yadro qurol ishlatishga uni duxi yetmaydi yoki siyosiy irodasi yetmaydi deyish bu qip-qizil ahmoqgarchilik. Nima sizlar? Borib so'rab keldinglar. Siz qanday fikrdasiz? Degan trend olg'a surilyapti. Shunday fikrda yurganlar, sizlarni tominglar o'zi joydami? Kim sizlarga aytdi? 25 yildan beri Rossiya taxtida o'tirgan Putin bu lo'qdir. Putinni agar to'ppistor kelib qolsa, yadro qurol ishlatish yoki ishlatmasligini faqat yaratgan egan biladi. Lekin Putin nima bo'lganda ham yadro qurol ishlatishga uni duxi yetmaydi yoki siyosiy irodasi yetmaydi deyish bu qip-qizil ahmoqgarchilik. Nima sizlar? Borib so'rab keldinglar. Siz qanday fikrdasiz?